Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq Sharqiy Turkistonlik aziz qarindoshlarim. Biz bugun biz uchun nihoyat muhim bo'lgan, Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan, hatto xalqarodagi har xil davlatlarning yoki xalqaro cho'ng tashkilotlarning va yoki bizga o'xshash vatani davlati ishg'ol qilinib, zulmga va tajovuzchilikka uchrayotgan to'plamlarning mavjudligi, bexatarligi, taraqqiyoti va arzu-armonlarga cho'ng g'oyalarga yetish yoki yetilmasligini belgilaydigan muhim soha haqida to'xtalib o'taylik. Biz bugun to'xtalmoqchi bo'lgan tema vatanimiz Sharqiy Turkiston ishg'ol qilingandan to bugunga qadar mayli vatan ichida bo'lsin, vatan sirtida bo'lsin, biz Sharqiy Turkistonliklarning har turli imkoniyatlari yor bermaganligi uchun biz ilib borolmayotgan va taraqqiy qildira olmagan istixborot sohasi haqida to'xtalmoqchi. Biz Sharqiy Turkistonliklar istixborot yoki istixborotchi, josus degandek bu so'zlarni anglagan vaqtimizda nihoyat razil, pastkash, nomussiz insonlar ko'z oldimizga keladi. Chunki biz Sharqiy Turkistonliklar mayli vatanimizning ichida bo'lsin, mayli vatan sirtida bo'lsin, Xitoy tajovuzchilarining bizga qilgan zulm va tajovuzchiliklariga, haqsizliklariga, nohaqchiliklariga qarshi mayli so'zda yoki ish harakatimizda bo'lsin, o'z noroziligimizni ifodalamoqchi bo'lgan vaqtimizda, bu tajovuzchilikka qarshi amaliy bir harakatlarni ilib bormoqchi bo'lgan vaqtimizda har vaqt Xitoylarning bizning oramizga yerlashtirgan jasuslari, istixborotchilari sababdan qilgan barliq ishlarimiz so'g'ichlashdi va manfaatli bir natijaga erishilmadik. Kunimizda xalqaroda taraqqiy qilayotgan, askariy jihatdan eng kuchli bo'lgan, iqtisodiy jihatdan eng boy bo'lgan, elektronik va texnik jihatlarda eng taraqqiy qilgan davlatlar istixborotga tarixdan bir eng ko'ngil bo'lgan davlatlar. Kunimizda xalqaroda butun dunyoni boshqaryapti deb qaralayotgan Amerika xalqaroning 5 qit'asiga 210 mingdan ortiq istixborot jasuslarini maxfiy holatda joylashtirgan. Amerikaning bu istixborot organlari tomonidan har kuni necha yuz minglagan hujjatlar, maxfiy axborotlar tekshirilib, rost yolg'onligi aniqlanib, yuqori organlarga yo'llandi. Amerikadagi umumiy istixborot organlaridan har kuni 80 tonnadan ortiq maxfiy axlat chiqadi. Amerikadagi bu istixborot organlari dunyoning eng ilg'or kompyuterlariga ega bo'lib, nanotexnikalik kompyuterlarni ishlatadi. Amerika istixborot organlarining umumiy yillik chiqimi 90 milliard dollardan oshib ketadi. Bu ma'lumotlar orqali shularni his qilib olg'ili bo'ladiki, har qanday bir to'plamning va davlatning istixborot kuchi ularning askariy qo'shinidanmi, saqchi va boshqa bexatarlik organlari ustun o'rinda turadi. Istixborot kuchlari va jasuslar dushman uchun razil, iflos va nihoyat qo'rqinchli hisoblansa-mo, istixborot o'zi xizmat qilayotgan to'plam va davlatlar uchun xatarga tavakkul qilg'ichi, o'zini fido qilg'ichi maxfiy qahramonlar hisoblanadi. Istixborot organlari qo'shni davlatlarning va dushmanlarning ish harakatlarini kuzatish, har xil sanoiy, elektronik qurolliq jihatlarda har xil tajriba va tadqiqotlarning natijalarini o'g'irlab o'z davlatining va to'plamining taraqqiyoti uchun ishlatgandan boshqa barliq dushmanlarning hujumlaridan mudofaa qilish va o'z to'plamining, o'z davlatining bexatarlik kafolat qilishga mas'ul. Uningdan boshqa istixborot kuchlari o'z to'plami ichidagi muxolif kuchlarning ish harakatlarini va so'zlarini kuzatish orqali ularning tashqi dushmanga setilib ketishi va ichki qalamqonchiq chiqarishining oldini oldi. Bu orqali o'z to'plamining yoki davlatining raislarining qanday qaror olishi va to'plamga qanday xitob qilishi, muxolifatchilarga va dushmanlarga qarata qanday muomala qilishini belgilab berdi. Xalqarodagi istixborot markazlarining eng muhim, eng asosli va eng xatarli tarafi axborot qismi bo'lib, istixborotchilar axborot va tashviqot orqali o'z to'plamining siyosiy va diniy jihatdagi ko'z qarashlarini, fikrlarini kontrol qilib, o'z to'plamlarining xalqining so'zda, fikrda, harakatda birdaklikni saqlab qolish va texnik ilhom va jasorat ilib o'z to'plamiga xizmat qilish psixikasini shakllantirdi va qo'llab qoldi. Istixborot markazlari dushman tarafining istixborot jasuslari axborot hujumi elib berib, o'z to'plami ichida qalaymonchilik, ichki talash-tortish va ichki to'qinish paydo qilgan vaqtda o'z to'plami ichida o'z to'plamining diqqat markazini boshqa bir qiziq nuqtaga burash orqali va yoki yana bir qiziq nuqta paydo qilish orqali bu ichki jidalni talash-tortishlarni tinjib turib o'z birligini saqlashga mas'ul. Agar urush zamonlari bo'lib qolsa, dushman to'plamining ichiga har xil fitna-fasod, qalaymonchilik, parakendchilik silish orqali dushmanning qalbiga qo'rqinch va xato tuyg'ularni elib kelib, ularning xato qadam ilishiga mas'ul bo'lib, dushman to'plamlarini parchalashga, bir-biriga ishonmaydigan, gumon bilan qaraydigan, bu orqali dushman to'plamlari ichida qushaq jidallarni terish, bu jidallarni ulg'aytib ichki urushga aylantirish, dushmanning butun yo'llarini etib, fursatdan foydalanib dushmanni butunlay bitchit qilish, g'oya maqsadlariga yetishiga kepillik qiladi. Kunimizda bu xil voqealiklarning jonliq misollari nihoyat ko'p bo'lib, Osmanlı xilofatini yiqitish uchun oldi bilan shialar va sunniylarning o'rtasida ichki urush qo'zg'ash, Suriyada, Iroqda, Yamanda, Libiyada va shunga o'xshagan nechilgan musulmonlarning yurt makonlarida tashqi dushman hech qanday askar kirgizmasdan ularni mazhabchilik urushiga boshlash orqali
Ularning yurt makonlarida, davlatlarda qalaymaqonchilik tug'dirish orqali ularning yer osti üstü boyliqlarini bulang-talang qilib, necha millionlagan insonlarning, musulmonlarning yurt makonlaridan ayrilishiga va talon-taroj bo'lishiga sabab bo'lgan ahvollar. Ya'ni hammamizga ma'lumlik bo'lgan, hammamizning qalblarini parcha-parcha qilgan, biz Sharqiy Turkistonliklarga nurg'unlagan ziyonlarni yeb kelgan. Uningdan boshqa butun islom ummatini bütün dünyada terör muamelesi uçuruşuna sebep olan Suriye ve Irak'taki hemmisi Allah razılığı için dep durup tevhid kelimesi düşürülgen, yani la ilahe illallah kelimesi düşürülgen bayrağını götürüp durup taşkı düşmanlarının ve rezil güçlerinin oyunlarına aldanıp vatanlardaki, yurtlardaki neçe milyonlagan insanların ahuzlarını unutup bir-birisinin cınığı zaman boğan neçiligen kurallık teşkilatlar ve Daesh bunun tipik misalıdır. Bu vakaliklerinin tepsilatı barlık çet el yaşayotgan Sharqiy Turkistonliklarga aydın boz gerek. Bu vakalikler aldı bilen uşak tüşek fitne pasatlarını ve detalaşlarını çıkarış ve ameliyatı bopahmagan vakaliklerin ve facialiklerin xuddi ameliyatı boğandek bu kurallık cemaatlerinin arasıga aldı bilen uşak tüşek erzimez fitne pasatlarını teriş ve onundan keyin bu kurallık teşkilatlarının bir-birisiga bo'lgan nafratini qo'zg'aydigan saxta hikoyalarni va vakaliklarni uydirib chiqarish orqali va hatto uningdan oshirib endi shu qurolliq tashkilotlarda bo'lmagan sifatlarni xuddi mavjuddek ko'rsatadigan har xil tashviqotlarni elib berish orqali mavjud bo'lgan musulmonlarni bir-birisidan yiroqlashtiradigan, dushmanlashtiradigan, nafratlanadigan axborotlar, tashviqotlar, so'zchiliklar davomlashgandan keyin nurg'unlagan tashkilotlar o'zini tushunishmasdan, haqiqatni bilolmasdan, o'zaro bir-birisiga o'q etish orqali nurg'unlagan tashkilotlar o'zini o'zi vayron qildi. Uningdan boshqa butun islom ummatiga nihoyat nurg'unlagan ziyonlarni, ruhiy besimlarni, musulmon bo'lmagan insonlarning islomga bo'lgan qiziqishini tuvanlatadigan ahvollar nechilagan davlatlarda, yurt makonlarda qayta-qaytalab takrorlanmoqda. Shuning uchun biz Sharqiy Turkistonliklar xalqaro bo'layotgan bu vaziyatlardan qattiq ibrat olishimiz, dikkat qilishimiz kerak. Har qancha ilm ahli bo'lgan yoki ziyoli bo'lgan kishilarmi Xitoyning istixborot o'yinlariga aldanib ketmay, bizga kelayotgan barliq uchurlar, xabarlarningki rost yolg'onligi dalillanganga qadar o'zaro bir-birimizning qarindoshligiga ta'sir yetkazadigan, birlik sibimizni buzadigan, o'zaro bir-birimizni dushmanlashtirgan ahvollardan qat'iy yiroq turishimiz kerak. Chunki bizning dushmanimiz Xitoy tajovuzchilari bu sohalarda nihoyat taraqqiy qilgan, nihoyat rezil va iflos bizga har xil o'yinlarni o'ynashdan qat'iy yanmaydi. Xalqarodagi mutaxassislar va nurg'un tarixchilar Xitoy tajovuzchilarining istixborot sohasida nihoyat uzun tarixga ega ekanligini, xalqaroda nurg'unlagan rezil va iflos istixborot o'yinlarini o'ynab kelganligini bayon qilib kelmoqda. Biz Sharqiy Turkistonliklar ham Xitoy tajovuzchilarining har xil sohada boshqalarning yangilik ijodiyatlarini, fan texnikalarini, tajribalarini, hatto telefon, kompyuter, qurol-yarog' va mashina shunga o'xshagan nurg'unlagan narsalarni Yaponiya, Rossiya, Amerika va boshqa davlatlarning istixborot jasuslari orqali o'g'irlab kelgan materiallar va texnika orqali yasab chiqqanligini yaxshi bilamiz. Bu to'g'risida Xitoy tajovuzchilarining tarixda yashab o'tgan dahisi Sunzi Urush san'ati degan kitobida istixboroti bo'lmagan davlat yoki qo'shin qarg'u va gaz odamga o'xshaydi. Atrofda nima ishlar bo'layotganligini, nimalarning borligini, boshqalarning nima deyishayotganligini o'qmaydi. Qarg'u odamga o'xshash osonla yiqilib tushadi. Shuning uchun har qanday bir davlat, har qanday bir qo'shin oldi bilan istixborotni kuchlantirishi, taraqqiy qildirishi va qattiq ahamiyat berish kerak degan ekan. Istixborot to'g'riliq buguncha mushunchalik to'xtalaydi. Qarindoshlarimizning talab taqozosiga va fikriga asosan istixborot sohasiga texnik cho'nqirlab kirib, ma'lumotlarni sizlarga yetkazishga tirishaman. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.